Bo'yicha bir xona uy, zal, lyustracha, balkoncha, bir koridor, bir pod'ezd chiqib ketadigan koridor. Avtomatchalari bor. To'qnashuvlar o'chadi qoldi. Shu uydik. Aboychalar qimmat aboycha. Moyishi 350 milliy aboycha. Mana vanna xona. Ochasizmi? Vanna xonasi. Polna dekor qilas. Dekor qilas vanna xona. Unitazlar yangi. Bunaqa rezidga bo'lamiz qo'yiladi. Yangi anavi. Eshiklar ham yangi, sarafanchasi bilan turibdi. Bu eshik hammasi yangi. Koridorlar patologchalari plastik bo'lgan. Oshxona. Aboychani qarang. Bundaqa aboy hali hech joyda ko'rmaganman. Polni topib kelganmiz qidirib. Xuddi 3D aboyda, xuddi живойda bu. Oshxonachasi. Oshxonacha ham plastik patologcha bo'lgan. Mana kafilni o'rniga yangi chiqqan boyak. Aytganimdan qilingan. Aniqqa gazchasi bor. Xo'sh, tepaga kuxonli bo'ladi, pastga kuxonli bo'ladi, polni o'zlasi. Mana shu oshxona oddiy. Bunaqa lag'mon pardacha bo'ladi mana shu yoqqa. Lag'mon parda. Mana ikkita boystikiga nalchka bo'ladi bunaqasi qo'yiladi. Ham koridori. Yana chiqib ketish xot. Ikkinchi etaj. Vanna xonacha mana anavlari bor, vanna xona, tepa bachoklari bor, suv bachok. Zapravka qilib qo'yiladi. Hammasi qo'l mehnatida bo'lgan ekan. Mana bu ko'rsatim zalda. Bular ham qimmat aboycha bo'lgan. Birinchisi bo'lyapti. Jalyuz pardacha bo'ladi.